Shokirjon ancha o'ylanib qolibdi, Shokirjon. Ha, o'ylanib qolibsiz aka. Muhiddin aka, drabilkani qotilini ishlab chiqarib qo'yganman. Shu desiz. Hop. Shu drabilkamizda bitta presimiz bor. 120 lik zakasiga qildirib olib kelib qo'ydim mana. Men qarang, ko'tarib kelyapti-yu. Nima ko'tarib kelyapsan? Doim bitta somon chiqarasiz, ikkita 1,5 ta chiqarib bering. Ana. Xo'p, yerga qo'yib tur. Birinchi buni ko'rsatib olaymi Muhiddin aka? Mana aka, mana. Qarichim yetmaydi mana. 120 lik. 120 lik. Akalar mana ipini o'rni ham turibdi. Hozir ipini yechib oldik biz, muqarrarlar. Bundan obnet qo'yganmiz. Bu umuman boshqa pris. Xo'p, kesiz yana tez qilib berilaveradi. 1,5 ta pris, bonusiga yarim tani qo'shib chiqarib beramiz. Qolgan drabilkalarda chiqayotgan sekundga biz 1,5 ta prisimizni qani qotilimi, qotil emasmi tekshirib ko'rsatib beramiz. Endi Muhiddin aka gapirdik. Sekundga qo'yadi. Ukam ham bizni kuzatayotgan obunachilar O'zlarining qo'lida. O'zlarining qo'lida ham tekshirib olishadi. Endi bu drabilkamizda gap isboti bilan menga yordam berib turib, olib berib turishadi. Biz bo'lmasam boshladik. Mahkamjon. Yaqinroq olib kelinglar, prislarni. Ha, yaqinroq bo'lib. Qani? Yordam berib turasizlar. Kela qo'y Ahmadillo. Sen ham yordam beraver. Mahkamaga 0. Qani? Matroq qo'yib oling-da. Qo'l mana shu ko'rsatib turing-da. Videoni pauza qilmanglar aka. Biz 1 minutdan o'tib ketsa ham mayli endi. 1,5 taligimiz bor aka. Bir ko'rsatib beraylik-chi, qani? Nima bo'lar ekan? O'zim uchun ham qiziq. Rekord 1 minutada. Ha. Qani bo'lmasam biz akalar ishlashni boshlaganda birinchi somon tushayotgan paytda startni beramiz. 1 motorda yaxshi bo'lmasa ishlamaydi. Bo'ldi, motor tokka suqsa ham ishlaydi. Tokka suqsa ishlaydi. Ketdi. 1 qani boshladik bo'lmasa 3 ketdik. Mana akalar sekundamet. Sizni ham qo'lingizda bor, bizni ham qo'limizda bor. Xudo xolasa. Mana. Ko'rib turibsiz. 1,5 ta presga qancha vaqtimiz ketadi? Men o'tib orqa tomondan ham ko'rsataman hozir. 15 sekund. Bir yarım ta presga akalar qancha vaqt ketadi? Taglarni ham tozalab olinglar. oxirgilari tugadi mana. Pauza. 1 sekund ketdi. 1 sekund ketdi. 52 sekund. Bu yerda 51 mi? 52 yana 1 sekundni nima qilamiz? 52 sekund hisoblaysiz. 1,5 ta preska aka. Bitta preska bo'ladigan bo'lsa 35 sekund 40 sekundga hisoblashaverar ekanda. 35-40 sekundga biz 1,5 tani chiqarib berdik. Endi bela hali noto'g'ri xayolga borganlar, manzilimiz mana Tornado brendi ostida ishlab chiqarilayotgan drabilka markazi, ya'ni Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Dehqonobod qishlog'ida akalar Tornado brendi ostida ishlab chiqarayotgan drabilka markazidamiz. Shokirjon boshchiligidagi. Ko'rib turganinglar realni. Tushunmagan yoki bilmagan yoki bunga shubhasi bo'lgan odam yo'l bo'ydamiz. Kelib har qanaqasiga. Mana men kelgan paytda o'zi ham bir 10 tacha odam kelib ketdi, to'g'rimi? 10 tacha odam kelib ketdi. Olib ketyapti, hammasini ishi bityapti. Avvalo ishonch. Kelgan akalar bu sex bilan mana biz 2 yil 3 yildan beri ishlayotgan bo'lsak, bu sex kecha bugun tashkil topib qolmagan, Shokirjon. To'g'rimi? Birinchi o'rinda ishonch. Akalar kelib ustida tekshiraman deng, sizning imkoniyatingiz yo'q, boshqa viloyatdanmisiz? Tornadoda o'zi boradi uyingizga. To'g'rimi? Ishlatib ko'rsatib ham beradi aka. Yoqmasa qaytib kelaveradi. Aka avvalo yoqadi, xudo xolasa inshaalloh. Drabilkamiz Tornado. Biz faqat brendga, ishonchga qurganmiz bu Tornadoda. Xudo xolasa. 100% garantiyasini ham beramiz. 100% medni dedikmi, medni boradi. Alyuminli dedikmi, alyuminli boradi, albatta aka. Xo'p, hurmatli obunachilar, biz boshladik. Endi Shokirjon, birinchi o'rinda narx-navosi nech pulida? Nech pulli narsani biz reklama qilyapmizmi? Motor quvvatlarimiz qanaqa? Shu haqida gaplashib olaylik, keyin tekshirib beramiz buni. Motorimiz aka, hozir bu ishlatganimiz. Xo'p, alyuminli va endi mislilardan ham ishlatib beramiz. Alyuminlida ham ishlatamiz, mislida ham. Alyuminli motorimiz 4 xil setkasi bilan. Xo'p. Nima maqsadjon olib keling. Buni-da 10 marta gapirgandan 1 marta tushuntirgan yaxshi, ko'rgan yaxshi deydi-yu. Motori bilan nimani olib keling. Bu drabilkamiz narxiga keladigan bo'lsak aka, qo'shimchalarni qo'shib aytmasam bu noto'g'ri tushunish mumkin. Drabilkamizda narxini shu narsani tushuntirib turib oxirida aytaman. Kecha kutib turasizlar mana.
Hashaydi setkasi bilan, Qo'y bob. qo'y bob setka bilan, yorma bilan, 2 setkasi bilan Kepak holat. Jiglovskiy 22 ta 10 kilolik mana Jiglovskiy toza Mahaviy bilan bitta 26 kilolik motori bilan olib keling tarozini. 26 kilo ya mana shu narsa. Mana Hozir 7-800 gram xolos yachik. Mana aka Navbat qarang. narsa aka. Nolda turibdi. Mana aka. Mana 26 kilo 800. 25 kilolik motori bilan 3 million 100 ming so'm O'zbekiston bo'yicha dastlabkasi ketdi aka. Oldin bu 3 million 300, 3 million 200 chiqardi-yu. Ana aka, endi o'zida bu drabilkamiz endi aksiyaga tushgan. 3 million 100 ming so'm. Ko'pchilik sezonda baland aytadi, bilasizmi? Hop. Biz sezonda ham bir xil standart bo'yicha nabaru tushiramiz biz. 3 million 100 ming so'm dastlabkasi bilan. Agarda 100% Medina 6 kilovatli, 6,5 kilovatli motori bilan Qaber Shokirjon deydigan aka-ukalarimizga 3 million 500 ming so'm qilib beraman aka. 3 million 500. Ha, dastlabkasi bilan. Endi aka video davomiga ham qo'shib ketsangiz bo'ladi. Kim mashdan u kelib, o'zi olib ketadigan bo'lsa, 4 xil setkasi bilan 25 kilolik motori bilan bo'ladigan bo'lsa, aksiya aka 2 million 800 ming so'mdan cheklanmagan miqdorda shuni olib ketishaversin. Mashalloh, narx ham tushdi. Drabilkani qotili ham arzonladi akalar. Dastlabkani narxi ham tushdi. Bo'ldi, endi xudo xolasa gazini bosib oladigan joyi keldi. To'g'rimi? Albatta aka. Xo'p, endi bunda faqat hozir hashay chiqardik. Usomon yumshoq edi. Negativlarga ham gap qoldirmaylik. Bunda ham don, makka poya, shunga o'xshagan bir qattiq narsalardan ham chiqarib beraylik. Bu narsalarni olaylik, bu xuddi aka. Bunda aka semichka po'chaq shaklida juda ham kichkina setkada, mana bu setkada olib kelib turing. Setka. Mana xuddi shunaqa setkada aka. Poyani ozroq bo'lsa ham chiqarib ko'rsatib bersam, nima deysiz aka? Silos holatida. Quruq poyani silos holatida. Silos holatida desam bo'lmaydi. Silosdan ham mayda bo'ladi. Qiyma, yayma degani shu bo'ladi. Burtalita. Ha. Ketdik akalar. Hozir qani bitta boshlab chiqaramiz. Olib keling poyadan nima Abdumalik? Baxtiyorjon olib keling. Akalar, mana setka qo'yilgan holati mana shunda hozirlarga tekshirib beramiz. Ko'rasizlar. Qani poyani qaysi holatga olib keladi, nima kuylarga sovoradi. Maqtangancha bormi deydi-yu, akalar, usta o'zini ishi bilan faxrlanyapti. Zinash ishiga javob bera oladi. Endi aka, bunda materiallariga ham to'liq to'xtalsak aka, oxirida to'xtalamiz. Buni olib qo'ydim, jon soladiganlar buni. Ha, bu mana zaslovkalari. Xo'p. Buni ozroq bo'lsa ham mana hozir chiqarib ko'rsatib beramiz. Qani, yoqing Ahmadulloh, bismillah. Birga kuzataylik. Ketdik. Qo'ya. Setka qo'yilgan holatda bo'lyapti akalar. Setka qo'yilgan holatda. Yo'q. Baxtiyorjon. Mana. Yana jisha chiqaraylik aka, nima deysiz? Mayli. Yana olib keling. Qo'yamizni tugaguncha bitta ko'rsatay, yo'q. Mana. Qo'lidan chiqib qoldi. Bu qaraylar. Qo'ydim aka. Bo'ladi. Buni aka qo'yga bersizmi? Qo'yam. Tayyor yem kelib qoldi deb o'zini yo'qotibdi akalar. Mana akalar. Haqiqatda semichka po'choq deymi degan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, mana. Bu chiqqan mahsulotlarlar. Aka, Jaguar hali mayin chiqarib beradi-yu. xo'p, haliginda ishim qilgan ishimizni, oldingi videoda qilgan ishimizni ko'rsataman. Mana aka. Bu qo'yamiz. Mayin joydan oldi degan gap so'z bo'lmasin aka. Men siz xohlagan joydan olib beraman. Mana o'ttasidan desangiz o'ttasidan, qayerdan desangiz mana olib beraman. Mana qo'limga qo'ydim. Mana. Gapim rost bo'lsa aka, bitta like bilan qo'llab-quvvatlab qo'yishsin mana. Semichka po'chaq shaklida chiqqan bo'lsa. Xudo xolasa. Akalar, umuman muammo yo'q. Kelinglar, ko'ringlar, tekshirib olinglar yoki chaqirtirganda albatta bizni dastlabchilardan akalar tekshirib qabul qilib olinglar. O'zingiz aytgan narsani, xohlagan narsani chiqaring. Lekin bitta narsani maslahat beramiz, bosib ishlating demaymiz. Hamma narsani ham akalar, vali texnikada endi bu. To'g'rimi Shokirjon? Albatta bu texnika.
Bu drabilkamiz mana. Ancha avaylab ishlasa ko'proq umri bo'ladi-da. Shunaqa. Yetalab qakka olib ketyapsan. Bu Ha. aka ukamiz hozir bu drabilkada shu yetalab olib ketyapti. Yetalab olib ketayotgani sababi mana aka bu G'ildirayga e'tibor beramiz. Ha, g'ildiray aka buni. Mana akalar. Bu beli og'riydi bunda. Kilosini ham hozir qo'yib ko'rsatib beraman. 65 kilo, 70 kilolik vesda buni. Bitgan holati. Ha. Buni men ko'taraman desa belim og'riydi. O'zim chunki 75 kilolik bolaman. O'zim bilan tengding. Ha, o'zim bilan teng hisobda bu. Lekin mana g'ildirak qo'yilgan oson qo'shindan qo'shniga o'tib ketaveradi. Ha. Yetalab ketaveradi, to'g'risida joy o'zgartirishga oson. Pulini kelishsa bo'ldi. Pulini kelishmasa bo'ladi. Gap yo'q. Endi nimamiz bor? Aka, qarang. Mahsulotlarimiz bor-a? Mol qo'ylar uchun befoyda bo'lgan, lekin bizdan aka ko'p so'raladi aka. Hop. Sota ko'p so'raladi. Befoyda deyman, lekin sota chiqaradimi deyshadi-da. Endi uni atalarga ishlatisharkan. Men buni bilmas ekanman. Atalarga qo'ygan. Ha. Sotali. Ozgina sotamiz bor. Bunda sota madalaymiz. Keyin bunda oxirida xalqimiz so'ragan, kommentariyada kutgan o'sha gaplashuvlarga bug'doy ham chiqarib beraman. Bug'doy ham. Ha. Qani? Qani bosdi. Bu sotani bitta ko'rsatib qo'ying vaqtida mana. Sotalarimiz mana. Quruq, qayishqoq, mana katta-katta. Shunaqa. Narsani hozir mana mana shu teshik akalar haligi bu zaslonga nima kerak deganga bu tomondan don uchun, manadan mana sotali narsalar uchun. Qani? Bismillah. Birlaki sotamiz aka. Mana qanday solinyapti? O'zi aslida qop kiyib olgan ma'qul. Qop kiygan yaxshi, faqat damini qaytarmagan holda. Nimaga? To'g'ri. Ozroq havo kirib tursa deng. Ha. Ko'ryapsizlar akalar? Sotadan asar ham qolmayapti. Tugadi. O'tiring. Qolmadi akalar. Mana qo'lda o'tirilyapti. Endi yorma qilib beradi dedik. Yorma mana, yorma setkada chiqarildi akalar. Ha. Bunimiz yormada chiqdi, Muhiddin aka. Hop. Mana aka. Endi buni chiqarib ko'rsatdik. Qani sotalari buni? Sota donga aylanib ketdi. Men boshda Yemib qolding. hech ham chiqarmayotgandim men. Nimaga nima deyadi, rosa qiziqdim-da. Keyin buni qarasam, bu ko'pincha bunda shu anaqaga atalarga qo'shishadi. Tayyor ishib ketadi-da bu ham. Ha. Keyin bizga hozir bug'doyimiz bor aka. Hop. Nima Maqsadjon eshitayda nima arpamiz bor edi. Arpa topib keldingizmi? Arpa topib keldim. Juda ko'pchilik so'ragan narsada shu kommentariyalarda. Arpada shu ozgina kepay qilib chiqarib ko'rsatib bersam. Bo'ladi. Qop tikizib olaman aka. Ichida yo'q, ichini ko'rsating aka. Muhiddin aka. Yo'qmi deng? Ichida yo'qmi, bormi degan savollarga. Narsa akalar. Ko'ryapsizlar? Hali Qanaqa ishlashni ham bilmayman. Qopam tezkor. Qopda ham yo'q ekanmi? Qopda ham yo'q ekan mana. Uni ishlatib ham ko'rmaganman aka. Arpada qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi, buni ko'radi-da. Arpada to'xtab qoladi, arpa qattiq bo'ladi deb ko'pchilik yozadi, bilasizmi? Kommentariyada. Eshitay dedi. Olib kelinglar. Mana. Qani arpani nima deya oladi? Arpada nima effekt beradi? Tekshirib olamiz hozir. Mana, qopda olib kelishini ko'ring. Yashin. Birinchi menga to'kib turib ko'rsating. Yana bug'doy solib kelganmi men buni ichiga? Ha, bug'doyga qarab turing. Qarab turing, buzallab. Haqiqatdan ana endi ishondim aka. Mana arpa akalar. Bu haligi shog'lini anaqasi bilan emas, haligi qipig'i bilan emas. Soling. Soling. Yirik yo'lar ekan bu shog'lidan ko'ra ancha. Bu drabilchani qotilini deb turib bekorga gapirmadi aka. Mana bu nima qilib o'piring? Nima qilib bera oladi endi bu? Qanaqa mahsulot chiqadi bundan, ha? Mol yesa bo'ladimi, qo'y yesa bo'ladimi deganlarga.
Akalarimizga elchi aytinglar, unaqa to'xtab tursin. Endi aka buni o'zim chiqarib ko'rsatib beraman, ha? Baho beramiz. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Akalar qopni ishiga e'tibor beringlar. Olasiz mana mayani qilib bo'laman. Nima mahsulot chiqargan qiziqyapman. Bo'lib kelsa kerak bu ham. Mani xayolim, fikrimda kepak holatda molga, qo'yga sepib beradigan mahsulot chiqarib o'ylayapman. Bu meni o'ylashim aka. Lekin qanaqa mahsulot chiqishini hozir ko'ramiz. Birinchi marta test bo'lyapti akalar arpaga. Arpa dedinglar, arpa chiqarilyapti. Qani mana shu arpamiz nima bo'ladi? Mana qo'yapti, kelyapti. Mana madan havosi ketyapti. Bo'lyapti. O'zini rasmi bilan ekanda mana. Ha. Keling bitta ish qilaylik, pichoq olib keling, yorib ko'raylik. O'zim qiziqib ketyapman. Akalar, to'ldirib qo'yib ishni qilaverasiz ekan mana. Ha. Nima o'tib qoldi-yu? Mana, akalar ko'rsatayapti. Mana qanday bitta suvatni qo'yib olish kerak ekan, qarang. Bo'ladi akalar. Bitta demaxot qo'yib qo'ysangiz yana yaxshi. Bosim bo'lmaydi ekan, o'ziga qaytmaydi ekan. Chiqishini qaranglar, uni chiqib ketyapti akalar mana shu yerdan uni. Ana. Muhitdin aka, Bo'ladi. obunachilarni kuttirmaylik. Hop. Bir 5 kilocha chiqardik. Aha. Endi Nima bor ekan ichida? bitta ko'rsataylik. Bo'laveradi. Akalar uni chiqayotganini ko'ryapsizlar-a? Qarang. Mana qo'limizda o'chiryapmiz. 15 gacha tanaman. Oz qolibdimi? Unini qarang chiqishini, unini. Ana, o'chirdi, qo'li bilan o'chirdi akalar. Jincha to'xtab olsin, jincha to'xtab olsin. Hop. Uka, un bo'pti, ishoning, buni qarang. Mana buni qarang. Masa qilib yuborasiz-a? Arpani uni deb. Arpani uni. Buni endi mollarga sepib bersam bo'laveradi shekilli. Buni aka menimcha hozir bitta ochib ko'rsatamiz. Oching Yana bo'ytirib qo'ymaydi-yu. Anaqani bilmayman. Kommentariyada yozib ketinglar. Shunday qo'ying, shunday qo'ying. Charkashtirib oppoq joyini ko'rsatib degan bo'lmasin, fikr bo'lmasin. Mana aka. Voy, maşallah. Qarang, noto'g'ri chiqqan bo'lsa yo to'g'ri fikr bildiring aka. Men tomondan bo'lmaysiz. Bir chekkadan ko'rsataylik-a? Mana bir chekkada mana mashtadan ko'rasizlar mana. O'ta ma'lum bo'lib ketibdi bu. Akalar, O'zim ham ishonib qo'rqib turdim aka. nima bo'ladi bundan? Nima bo'ladi bunda? Arpa so'rashdi kommentariy. Muhitdin akami kommentariyasida. Mana. Akalar, arpa so'radinglar, biz topib keldik. Hali arpaga o'ylanayotgan akalarimiz bo'lsa, mana shunday qilib. Buni akalar mol qo'yiga chachib bersa nima bo'ladi? Kommentariyada albatta yozib ketinglar, kim uchundir foydali bo'ladi, Shokirjon. Albatta aka. Mana akalar, issiqqina, tayyor mahsulot. Tabiiy toza mahsulot deydi. Akalar, malades lekin. Un, hozir mana shunga bug'doyni solib qo'ysak, mana shu holatda endi un ham chiqarib bera oladi. Bir elakdan o'tkazib olsa, kepayadenni, unadenni. Ochini qarang, ichini. Ajoyib, ajoyib. To'g'risi, agarda men o'zim deylik, bir begona bo'lganimda, xaridor bo'lganimda, brendlar orasidan shu Tornado tanlagan bo'lardim. Ha, ana ket tashetiga. Ko'rdingizmi? Nimaga qotili dedik, haqiqatda endi mana shu narsani boshqa drabilkalarni ham test qilib tekshirish olsin. Tekshirish albatta aka. Mayli, agar chiqarib bera olsa, mana shu narsani effektini bera oladigan bo'lsa,
To'g'rimi? Albatta. Ha. Xo'p. Shokirjon, endi men qarang. Labbi aka. Sovuq kelyapti. Mollarni ichini qizdirib oldik. Ha. Uyni ham qizdira olamizmi? Aka, uyda ham qizdiramiz. Xo'p. Pechka bilan. Tornadoda Drabilka bilan qizdirib bo'lmaydi. Drabilka bilan qizdirib bo'lmaydi. Molni ichini qizdirsa bo'ladi. Pechka bilan qizdirsa bo'ladi. Xo'p. Bu ko'tarib turgan narsa nima? Cho'yanda. Cho'yan aka. Cho'yan ekanding. Nimaga cho'yan deyapsiz? Hop. Aka. Cho'yanimiz bu pechkamiz ichida cho'yan bor. Biz aka bilasiz, Shokirjonman 2012-yildan beri temir sohasiga kirganman. Motor obmotka, undan keyin drabilka, faqat shu temir sohasida ishlaganman. Faqat o'zim ustimda ishlayman. Bilasiz. Hop. Mana 8 xil narsa ishlab chiqaraman. Mhm. Katyolu, drabilka, buyu. Drabilka endi aka qarang. Mhm. Pechkamiz ichida oldingi videolarimizda ko'rishgan. Xudoga shukr, savdolarimiz yaxshi, klientlarga yetkazib beryapmiz. Ana endi ekonom katyoli, ekonom pechkamizda cho'yan bo'ladi. Ichida setki Ha. simp emas. Oldin sim qo'yayotganimizda irib oqib ketib qolayotgandi. Kimni akalar kimdan sotib olayotgan bo'lsalaring talab qilishga pul berganlaringdan keyin hammaning haqqi bor-ku. To'g'ri. Cho'yan narsa bo'ladigan bo'lsa, kuymaydi, bilishadi. Tugamaydi. 1200 gradusga yarayadimi? 1200 gradusga bemalol yara beradi. Mana aka endi buni ichiga kiradigan bo'lsa, mana ichiga qo'yganman, mana. Ichida akalar cho'yan mashina mana yarimta holati bo'ladi-da, to'g'rimi? Shu. Yarimta holati bo'ladi, ha. Cho'yan qo'yilgan. Xuddi shunaqa. Cho'ntak akalar, kul cho'ntak bu. Bu kulli cho'ntagi, ha. Hozir abrazingiz ulgumasdan klientimiz ulgumayotganimiz uchun mana bitta abrazizga qanaqa klientlarimiz cho'yanni ko'rdik, o'zimiz galamizga qo'ydik, o'zi ta'sir bo'lib ketib qoldi. Ulgumayapmiz yetkazib berib. Narxi ham arzonlashtirilgan variantda. Hop, buni ham aksiyaga tushiramiz. Aksiyaga tushiramiz aka, mana. Oldingi videoda necha pul qo'yganmiz, bugun necha pul qo'yib bera olamiz? 950 mingga, 900 mingga 1 million qo'yganmiz. Hop. Ana endi kim mashinadan kelib o'zi olib ketadigan bo'lsa, Muhiddin aka. Cho'yanli variantini 850 mingdan aksiyaga shuni beraman. 850 mingga tushyapti yana. Ha. Hop. 850 mingga o'zlari kelib bemalol olib ketsa bo'laveradi. Dastavka bilanchi endi? Dastavka bilan kelishilgan holda. Masofaga qarab. Masofaga qarab turibdi, endi 1-2 so'm ag'ayu bag'u ko'p pul olmaymiz unga. Kelishilgan holda buni ham O'zbekiston bo'yicha chiqarib berish imkoniyati. O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz aka buni ham. Xudo xolasa. Xo'p, video oxirida aytib ketamiz degan tarozimiz ham bor hozir, ha? Xo'p, tarozimiz ham bor, mana bir ko'rayotgan bo'lsangiz aka, uni oldingi videolarimizda ham ko'rsatganmiz. Bugun kelgan videolarimizda ham ko'rsataylik. Mana akalar, Xitoy mahsulotini eng yaxshisi mashi hozirgi kunda eng qimmat miya mashi bo'ladi akalar. Bunga arzon miya qo'yib turib, arzon $50 arzon deb qo'ysa bo'ladi. Lekin bugun qimmat miya bilan aksiyaga tushirib beraman dedingiz, to'g'rimi? aksiyaga tushirib beraman. Bundan oldingi videomizda $500 qo'yganman. Hop. Bugungi videomizni kim ko'rayotgan bo'lsa, endi Kuzda oxirida endi kuzgi aksiyalar bo'ladi-da, to'g'risida kuzgi aksiyada yetkazib, ishlatib, ko'rsatib berishi bilan $20 aksiya qilib beraman. $480 ga yetkazib beraman. Birinchi ikkita telefon qilib, ikkita zakaz bergan odamga. Qolganiga keyin 500 dan qilib beraman. $20 qimmat oladi qolgan odam. Qolganlar ham. $20. Keyin mana Tornadoda Ulug'bek Muhiddin aka 8 xil narsa ishlab chiqaramiz aka. Hozirgi kunda. Hozirgi kunda drabilka bo'ladimi, pechka bo'ladimi? Keyin mana oldingi videolarimizni vertolyotda chiqarib ko'rsatganmiz. Mana tayyor bo'layotgan holatlari. Mana 100% medni motor qo'yib berdik mana. Akalar buni to'xtatish iloji yo'q. To'g'risini aytaveraman. Drabilka sotib olish kerak bo'ladigan bo'lsa, chorvasi ko'pmi? Imkoniyatingiz yetami? 3 million qancha qo'yganmiz buni? 3 million 300 qo'yganmiz. 3 million 300 ming so'm qo'yganmiz. Umuman to'xtatish iloji yo'qda buni. To'xtatib Bir ishlatib olsa bo'lmaydi bo'ldi. aka. Ha, bir ishlatib olsa bo'ldi. Shu qulaylik tomondan to'g'ri, mana tepadan tashab qo'yish mumkindir. Lekin don mahsulotiga ham, hashakka ham oldingi videolarimizni o'tib ko'ringlar. Umuman bo'lay narsa bu. O'tgan safar video qo'yganimizda ham to'g'rimi? Bomba bo'lib ketdi-da. Bomba bo'lib ketib qoldi. Tashi biz ulgumaymiz. O'sha oldingi videolarimizda ham aytganmiz. Bunga nechta qilsak, masalan, kuniga 20 ta chiqaramizmi? 20 ta sotiladi. Egasi borligi uchun chiqadi u. Albatta, ha. Egasi borligi uchun. Pul dashi buni mayka reklamaga ham qo'yib chiqara olmay qolamiz buni. Mana akalar, uje seximiz huvullab qolgan. Nimaga? Kunda bu reklama uchun ushlab qolingan mahsulotlar hozir mana shu. Men ketaman, ketadi. Albatta. Men ketaman, ketadi. Mana shular ham hozir bo'yalishga tayyor. Usta akalarimiz mana. Sizlarga xalaq termaydi degan holatda startni bosmay turibdi. Hozir shunday o'chadi, start bosiladi.
To'g'rimi aka? Ha. Xudo xolasa. Bugunga mana shu videomiz. Albatta shu aka. Akalar, ozmi ko'pmi vaqtinglarni oldik. O'tkazgan vaqtinglarga rozi bo'lasizlar. Inshaalloh sizlar uchun mehnat qildik. Bitta like bosinglar, otangga rahmat, onangga rahmat deb kommentariyada fikrlar qoldiringlar. Videomiz, mana shu videomiz, oldingi videomizda 20 mingtaga bitta drabika degandik. U 1.900.000 so'mlarga bo'lgan. Bunisiga 30 mingta bo'lsin, bunga ham bitta drabika qo'ying. Yo'q aka, 30 mingta ko'paytdingiz. Ha. Shu videomiz ham 20 mingta bo'ladigan bo'lsa, labzim halol. Hop, bunga ham 20 mingta. Bunga ham 20 mingta bo'ldimi? Mana aka, o'sha yetkazib beraman. 1.900.000 so'mlik drabikamiz aka. 30 mingta bo'lsa bundan berasiz. 30 mingta bo'lsa, Yo'q, kattadan. xohlasa bo'lmasam aka, buni ish qilamiz. Uka, Shokirjon, menga drabika kerak emas. Menga pulini tashlab ber deydigan bo'lsa, bag'iga ham kelishaveramiz. Faqatgina bitta syomka qilamiz. Drabikani olib boramiz. Xalq aldamaganimizni isbotlab olaylik. Ha. To'g'rimi? Biz hali o'zimiz oqlab olishimiz kerak-da. To'g'ri. Mana drabikani olmadingiz, lekin mana bu sizga o'sha 1 million so'm, 1.900.000 so'm plyus. Tars. Qo'yib beramiz. Gap so'z bo'lishi mumkin Ketdi emas. aka. Aksiya davom etyapti. Har bitta videomizda endi aksiya qilamiz. Qishki aksiya deydi-yu, qishki aksiya akalar. Uyda bekarsiz, nima qilasiz? Kommentariy yozing, like bosing, otangga rahmat deb qo'ying, bo'l chiqib kutib o'tiring. Hali peshanangizga yo bog'liq deydi-yu bu yoqqa. To'g'rimi aka? Albatta. Hurmatli obunachilar, ozmi ko'pmi vaqtinglarni oldik, o'tkazgan vaqtinglarga rozi bo'linglar. Tornado nomerading degan akalarimiz kommentariyada yozib, drabilka yoki pul yutug'ini yutib oling akalar. Rahmat hammaga.